Suboyda haqida Chaogay 7 birodar bilan birlikda Mavlud so'g'isini bulab Liangshan ko'liga chiqqan vaqtda Wang Lun nima uchun ularni ep qilishni xohlamaydi? Bu Wang Lunning faqat ishchitarlik sababidanmi? Qaranglar, oldingi sangi Wang Lun bu yerda bir o'zining kichik shirkatida Linchongga o'xshash katta bir rensaydan birini sig'diramay, mana shuni qandoq boshqarib qanday ishlasam bo'ladi deb aram to'g'anda Chaogay boshchiligidagi 7 og'ina pay cheklik mas'uliyat asdorlik shirkatidan birisi kelib biz sizlarga qo'shilamiz deyapti. Nayt zo'r mablag' bilan. Albatta asli bu yerda Wang Lun xo'shvo'z bo'ldi, shundaymi? Biz texim taraqqiy qilmoqdamiz, texim cho'ngib ketmoqdamiz deb Wang Lun xo'shvo'z bo'ldi. Lekin bu yerda Chaogayga bar qarsanglar, bu Chaogay hargizmi bu Wang Lundan niliq bir utunib, bir yordam so'rab emas. Bu yetisning bu kelishidan qarsanglar, biz Liangshanga chiqsaqmi, chiqimiz, chiqmasaqmi, chiqimiz deblik kelyapti. Da qarsonlar qo'llasizki baturlarni nima yet abin degan mandaqda bir o'zining bulab kelgan boyliqlarini Liangshanni yetib yesakmi 10 necha yetdi deb hammasini ko'z qilyapti. Bunda qilsa Wang Lun buni qanday qilib qoldi? Wang Lun bularni ep qaz Wang Lun o'zi bir quruq jozg'ayinib qolmandi, shundami? Hamda mushadimish Wang Lun ishchida ko'z kichik deganlardan bir so'rab baqay. Qaysinglar üzenglar mablag' silib, üzenglar tartib ochgan biror do'kon, biror oshxona, biror shirkatni mushundaq akvalasiz boshqalar bir qo'sh qo'llab o'tinib berishga chidaysizlar. Qaysinglarning ko'ngli unaydi shuningga. Undaq cho'ng iyilikni emas, bir oylik tafovutni haq o'tib berib beqinglar. Shaxsan men o'zim ko'rgan misoldan birini epray hozir Urumchida Ariyuyanning oldida qarsanglar yaymash qilib qo'ydi. Eliqdak tanizlarni xalqancha qo'yib bir narsa sotib bo'ldi. Shu yaymalarni men qo'yman deb atgini baldirkib keyin qilib urushib şeyde cedel çıqqanını men ko'ryapman. Aş bir yayımchilar albatta shuningdan non deb aran bir oilani beqish mumkin. Ham shunchalik bir manfaat munosabati mashtaq bo'layotgan yerda Liangshan ko'ldak bir cho'ng shirkatni bo'likas qo'sh qo'llab o'tkazib berish, shularga berish mana shu Wang Lun chidam kim chidaydi bunday ziyonga? Xiyol qilib beqinglar mani. Endi bu yerda Wang Lunni döt desak, Wang Lun haqiqatan dötlik qilib qo'ydi. Endi bu yer Wang Lunning dötligi Liangshanning atamanlik o'rnini, o'zining mushayadagi bir o'rnini bilan xiyol qilib deb, o'zining hayotini o'ylashmagan. O'zining hayotining hammadan muhimligini xiyol qilmay qolgan. Endi mal chiqqanlarning hammasining qor jamiyatdan chiqqan lükchak eski bir nimalar ekanligini o'ylashmagan. O'zi kitob o'qigan mana ziyoli shaxs o'g'ishqa hamma odamni o'zidek gap bilan mana chiroyli hal qildi ishni deb o'ylab olgan Wang Lun edi. Chaogay to'pi qarsanglar bular Liangshan oldimiz deb kelgan, ular qo'shilmamdi, buni bilan parvoyimiz palak, xiyolimiz balak deblar. Endi oldinsan degan mal Linchongning Wang Lunni o'ldirish maqsadi burilib fursat kutib yotgan. Nemishki bu Linchongning bunday niyat yomon desanglar, maslan qarang bu Chaogay chiqishdan burun Wang Lun qiydismish nima qilsa bu yerda Linchongni ep qoldik. Linchong ozdir ko'ptir bo'lsa bu yerga Liangshanning osh tuzini yedi, shundaymi? Endi bu yerda Chaogaylar chiqqanda bularning bir xirs ep kelganini bo'mi his qildi. Dal mushundaq vaqtda Linchong nimishqa eliq ketisi ayrim o'z yolg'iz berib Chaogaylar bilan maxfiy ko'rishdi. Bunun maqsadi nima bular bilan maxfiy ko'rishish? Qarmoqqa misali Linchongning Wang Lunni o'ldirishini bu yerda Molotopga Wuyong xalqidan bu yerda kuch ketganda qilgan bilan amaliyotda Linchongning o'zining ko'nglida aslida boti bu ish. Pichig'ini bilib tayyor qilib qo'ygan buchu. Faqat bir fursat saqlayotgan. Endi bu yerda Wuyong bunday qishloq bir qadar sazgur o'g'ishqa o'tna deb yelpib berdi. Shuning bilan bu ishning qadimi sal tizlashdi, ham fursatni yetib kelgan. Undaqda bu yerga Linchong Wang Lunni o'ldirib bo'lgandan keyin nima uchun o'zi ataman bo'lmaydi? Balki Chaogayni atamanlik o'rniga o'ltirg'izdi. Chaogay bu yerda rad qism unmig'ini unmay majbur zo'lab Chaogayni o'ltirg'izib qo'ydi. Qaranglar, bu hargizmi bu Chaogayni bak hurmat qilib ketgandan, cho'ng bilgandan emas, bu Chaogaylarda bugun ko'rishdi bular. Uningdan emas, balki o'zi bu yerda o'ltirolmaydi birinchi atamanlik o'rnida. Öz oltasa bu Chaogayning qo'lasida bunun qoyil emas. Buni Linchong allabirun ko'rib yetdi. Lekin Wang Lun o'ldirib Chaogayni o'ltirsa, hammasi Linchongga qoyil bo'ldi. Chaogaymi bu yerga Linchongga rahmat aytish yuzasidan chuqur buni ikkinchi atamanlik o'rniga qo'ydi. Ham bu Wang Lunni o'ldirib o'z ataman bo'lsa, xalqning oldida bu Linchong ataman bo'lish uchun o'zining asli atamini Wang Lunni o'ldiryapti degan betnomga qoldi. Linchong yuzini bak ayaydigan adam bilsizlar. Endi bu yerda Chaogayni o'ldirsa, haqiqiy mardlik, birodarlik, o'g'ildochilik yuzdan qilgan bo'lib atiladi, ma'shtillarda dastan bo'ladi. Sizlarmi Linchongni yaxshi ko'rsizlar shuning bilan. Shuning bilan bu yerda Chaogayni birinchiga o'ldirib, o'z ikkinchi ataman bo's bo'layverdi.
Hürmet, inavet demişsin tapu demez mi? Nonsi üzünün xotunu xaq çekilsa ve xaqını muşulen biremiş uralıqdak bir cürütüm yok adam. Liangshen kandak ataman buludu. Kandak lauda oldu bu yere. Undaqda Linchong Lojishinga yüzsüzlük kıldı mı? Chaogai'nin ölümünün Linchong ile münasebeti var mı yok? Bu mezmun kızıqılgan dostlar beni qo'shib olinglar. Keyingi sanda davomli so'zlaymiz. Mezmunning o'chib ketmaslik uchun birdan naqsi yuraklan bir penglunchilik qo'l belgisini aymanglar. Rahmat.